Hammaga assalomu alaykum. Aka-ukalar qaranglar. Kerakli ma'lumot. Like bosib tarqatib qo'yinglar. Mana. Sholini po'chog'i bu. Yoyib qo'ysanglar fazallarni iniga. Mana. Tegi quruq turadi, tepasi ochiq, mana yomg'ir yog'averadi, qor ham yog'averadi, lekin loy bo'lib ketadi. Nima qilishni bilmaysizlar. Shu tunuka qilib desanglar, qimmat boshqani. Undan ko'ra eng zo'ri mana sepib qo'ysanglar. Sholini po'chog'i mana. Tegi quruq turish kerak. Okalar, tepasi ochiq turadi, lekin tegini quruq ushlashingiz kerak. Kecha mana loy bo'lib pilchillab dabdala bo'lib ketdi. Mana endi hozir bugun chotki bo'ldi mana. Maza qilyapti fazallar. Mana shunaqa qilib sepib qo'ydik. Video yoqqan bo'lsa like bosib tarqatib tashlaylar okalar. Mana sotuvda bor, mana shu fazallar sotuvda okalar, Nobog'dagi. Mana ko'rasizlar, ham hech qanaqa mana loy degan narsa yo'q. Bu yaxshi tomoni suv yuqmaydi, buncha suv shinvormaydi, bu zo'r narsa. Oddiy aplikadan shunisi yaxshi. Oddiy aplika sepsanglar suv shinvoladi sirazu. Bu yaxshi tomoni shunda mana, yuraveradi mana fazallar. Videoni tarqatib qo'yinglar okalar mana.